Bolangiz o'z-o'zidan injiq bo'lib qoldimi? Unda o'sish turtkisi bo'lishi mumkin. Gap shundaki, bola organizmi hayotining birinchi yilida soat sayin emas, daqiqalar sayin rivojlanadi. Inson hayotining boshqa davrlarida bunday intensiv rivojlanish qaytib kuzatilmaydi. Bunday keskin rivojlanish bolada psixologik jihatdan albatta qo'rquv va xavotir olib keladi. Natijada bola yig'loqi, sababsiz onaga yopishuvchi, yana och bo'lmasida ko'krakni og'zidan qo'yib yubormaydigan, tungi uyqu kunduzgi uyqu bilan almashib qolishi va qiyin uxlab, qiyin uyg'onishlarga sabab bo'ladi. Agar farzandingizda kasallik alomatlari aniqlanmasa, demak, sizning farzandingiz o'sish turtki davrini boshidan o'tkazyapti. Har bir o'sish turtkisidan keyin farzandingizda yangi qiliqlar paydo bo'ladi. Masalan, qorniga yotgan bolangiz boshini ko'tarishi yoki qo'yningizda o'tirayotgan bolangiz endi ovqatga intilishi mumkin yoki emaklashga harakat qilishi mumkin. Har bir o'sish turtkisi o'zidan keyin yangiliklar va yana yangiliklar olib kelib sizni quvontiradi. Sizlar uchun o'sish turtkisi qaysi haftalarga to'g'ri kelishini ko'rsatib o'tdim. Farzandingizni ushbu haftalarda kuzatishda davom eting va ushbu videoni 1-1,5 yoshgacha farzandlari bor dugonalaringizga, onajonlarga yuborib qo'ying. Farzand salomatligi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.